Geometriya bo'limiga o'tdik, xudo xohlasa. Demak, masala shunaqa qo'yilgan. ABCD tomoni 10 ga teng bo'lgan kvadrat. Agar tomoni 10 ga teng bo'lgan kvadrat ekan bu. Agar BE 4 ga teng bo'lsa, mana bu joy 4 ga teng, mana. Va AE 6 ga teng, mana bu joy, mana ABCD. Ko'rinyaptimi? ABCD. Demak, AE 6 ga teng bo'lsa, AF F ga teng. AF F ga tengligidan o'zi tushunib olsa bo'ladi-ya, mana bu yerda necha ekanligini. Mana bu yer 5, bu yer ham 5. 5. Ana, o'xshadi. Ikkita 5. Bu yer 5, bu yer 5. Mana bu yoq tushunarli-ya. Bu yer nima bo'ladi? 10 bo'ladi. Mana bu joy ham 10 bo'ladi. Kvadrat-ku, chunki kvadrat degan. Endi topishimiz kerak nimani? EG ni tuxum emas bu, G si bitta. EG qani? Mana bu yer ekan. Monovda bo'lishimiz kerak G'ga. G'da qani mana? Mana G'da. Mana shu kalta qizilda, mana bu kalta qizilda. Uzun qizilga bo'lsangiz necha chiqdi deb savol beryapti. Ana undan keyin SCG ni. C mana, G mana, D mana. Va mana esda belgilab qo'yilgan ekan-ku. Mana shu yuzani topishimiz kerak. Qanday topamiz? Hop. Nimaga ark bo'ldi deyapti. Ha, tangensimiz boyagi savolga javob berib ketarkanmiz. Tangens alfamiz teng, masalan 1 bo'lsa, alfani qanday topamiz? Ark tangens 1 deb turib, ark tangens 1 da pi taqsim 4 deb topamiz-ku. Sekin-sekin agar kursda o'qisangiz bularni tushunib olasiz. Buni yuzini qanday topamiz va mana bu nisbatni qanday topamiz? Mana bu yerda kelinglar. A deb belgilab qo'yaman. A. Mana bu yer B. A ni B ga nisbatini topishimiz kerak va mana qizilga bo'yalgan tomonda yuzasini topish kerak. Savol bermanglar. Xo'p. Teng yonli uchburchakmi bu? Yo'q, bu yerda teng yonli degan gap yo'q, shunchaki mana o'rtasiga qarab bitta chiziq o'tkazilgan, mana bu yoqqa qarab bitta chiziq o'tkazilgan. Na mediana, na boshqa hech bola emas bu. 6 4 qilib bo'lyapti. Mana bu yog'i 4 mana. Yozib qo'yilgan-ku mana. 4, mana bu 6. Hech bola emas. Mana shu o'shalarning kesishgan joyidan mana bunaqa chiziq o'tkazilyapti. Shundan bu yog'ida qolgan yuzani topishimiz kerak. 6s test bo'lib kvadratni yarmini yuziga tenglaymiz. Mayli, shunaqa diagonal o'tkazsak, siyalar bo'linadi. 220 qayerdan keldi? Xo'p. Materialni olib olasiz, keyin ko'rib olasiz qolganini. Demak, ABCD buni qanday ishlaymiz? Qarang. Men sizga yana ozgina dars o'taman. Bugungi geometriya darsimiz. Uchburchakni ko'ryapsizmi? A, B, C uchburchakni. Mana shu A, B, C uchburchakni hozir bitta ish qilamiz. Katta qilib bering, iltimos. Ajoyib. Mana. Qarang. A, B, C uchburchakni ko'ryapsiz-a? Va shu uchburchakning mana A C tomonining davomidan bitta Y nuqta olinyapti. Ki Y nuqtadan shunaqa uchburchakni chopayapmiz mana shunaqasiga. Mana shunaqasiga bo'lyapti. Mana bu yer A, mana bu yer B qilib, mana bu yer C, mana bu yer D qilib bo'lyapti. Bu yer M, bu yer N ga teng bo'lsa, mana shu kattaliklarning orasida qanday munosabat borligini siz bilan birga o'rganamiz hozir. Diqqat bilan qarang. Mana bu yerdan parallel chiziq o'tkazaman men. A B ga parallel qilib C G. Demak, A B ga parallel qilib C G nuqta to'g'ri chiziq o'tkazaman. Va o'shani kesishdan qolgan joyi mana bu yer K bo'lsin. E'tibor bering-a. Mana bunga, mana bunga, mana bu joyga, mana bu joy parallel. Parallel qilib o'tkazaman dedim-ku, to'g'rimi? Parallel. Mana bu burchak, mana bu burchak. Nima burchak bu ikkalasi? Bular vertikal burchaklar, bir-biriga teng. Vertikal burchaklar. Vertikal burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Musoxon Turg'unov, cheva teoremasi yo'q, bu cheva teoremasi emas. Mana bu burchak, mana bu burchakka teng, to'g'rimi? Ana, uchburchakning ikkita burchagi teng bo'lsa, uchinchisi so'zsiz teng bo'ladi. Mana bu burchagi, mana bu burchagiga o'z-o'zidan teng bo'ladi. Uchburchakning uchala burchagi ham bir-biriga teng bo'lsa, u uchburchaklar nima bo'ladi? O'xshash bo'ladi. O'xshash. Demak, bu bunga o'xshaydi. Ana shuni e'tiborga oling. Ana endi qarang. Mana bu uchburchakni qarang. C, G, Y uchburchakdi. Va A,
D, Y uchburchakni ham qarang. Mana katta, uzun uchburchakni qarang. Mana bu kalta. Ularning asoslari, mana buni asosi bilan, mana buning asosi parallel-ku, chunki men AB ga parallel qilib olganman-ku CG ni. Bunga bu parallel bo'lsa, uning uchidagi mana bu burchagi umumiy bo'lsa, parallel bo'lgani uchun mana bu burchak bilan mana bu burchak ham teng. Demak, bu ham o'xshaydi bir-biriga. Mana bu uchburchak bilan men mana uzun qilib chizyapman. Mana shu uchburchak bilan mana shu uchburchak bir-biriga nima? O'xshash. Ana shu o'xshashliklarni sekin mana bu yerda amalga oshiramiz. Kattalashtirib bering buni. Yozuvlar yo'q bo'lib qolmasin. Bo'ladi. Uchburchakning kallasi ketib qoldi tepaga. Ana, ajoyib. Ketdik. O'xshashliklarni yozamiz. Mana bu uchburchakka, mana shu nuqta qo'yilgan uchburchakka, mana shu nuqta qo'yilgan uchburchak o'xshayotdimi? Bo'ldi, asosiga bo'laman. Mana bu tomoni A ni B ga bo'lganimiz, A ni B ga bo'lganimiz, K ni S ga bo'lganimizga tengmi? Mana yozuv. Shu rostmi? Shunaqa yozuv yozishga haqqim bormi? Bor. Undan keyin mana bu uchburchakda aytdim-a, mana bu uchburchak bilan mana bu o'xshaydi dedim-ku. Ya'ni mana bu uchburchakcha bilan mana bu butun uchburchak mana bu o'xshaydi dedik. Xo'p, buning mana bu tomonni, katta uchburchakni qarang, katta uchburchakning yon tomoni nimaga teng? Yon tomoni mana shu yergacha men mana qo'limni qo'ydim, A nuqtaga qo'ydim, mana Y nuqtaga qo'ydim. Ikkovining orasidagi masofa nimaga teng? Ha? M plus M ga teng. Ana, M plus N ning yon tomonini M plus N ni buning yon tomoniga bo'lyapman. M plus N ni N ga bo'lyapman. Yon tomonni yon tomonga bo'lyapmiz. Ana shunimiz asosni asosga bo'lganga tengmi? Asosimiz D. D ni K ga bo'lganga teng. Mana bu ham to'g'ri ekan-a? Ana. Olib qolsammi? Ikkita nisbat olyapman. Buni bunga nisbat olyapman. Endi mana shu ikkalasini bir-biriga ko'paytiraman. Mana shu ikkita nisbatni bir-biriga ko'paytiraman. Qarang. A taqsim B ni M plus N taqsim N ga ko'paytiryapman. A taqsim B ni M plus N taqsim N ga ko'paytiryapman. Mana. Ha? Keyingilarini ko'paytirdim. K taqsim S ni ko'paytiraman. K taqsim S ni D taqsim K ga mana. Men ikki yozaman. K taqsim S ni ko'paytiraman D taqsim K ga. Nima bo'ladi? Klar ketdi armiyaga. D taqsim S ning o'zi qoldi. Mana. Mana tenglik qoldi. Ana endi oddiy S nima bo'lib turibdi? Bo'lish bo'lib turibdi. Bu yoqqa ko'paytirish bo'lib o'tib ketadi. D esa bo'lib o'tib ketadi mana. A taqsim o'z joyida qoldi. Yoniga S ko'paytiruv bo'lib keldi. D bo'lib o'tib tushdi. M plus N bilan N o'zining joyida qoldi. Bu yerda hech nima qolmasa nima yozamiz? 1 yozamiz. Hech nima qolmasa. Ana endi mana boyagi men sizga webinarimizda boshida aytgan bloknotni oling-da. Mana buni yozib qo'ying. Qarang. Buning A ning B ga nisbati ko'paytirilgan S ning formulaga ham qarang. D ga nisbati aylanib kelyapmiz endi. Hammasining M plus N ning N ga nisbatiga teng bo'lyapti mana. Ha? Buning bunga nisbati, buning bunga nisbati, hammasining mana bu yerga nisbati. G harfiga o'xshaydi. Ha? Mana shunaqa nisbat. CG AB ga parallel ekanligini aytib qo'yishim kerak. Mana bunga bu parallel bo'lmasa bo'lmaydi bu. Va mana shu nisbatning tengligini bizga kim beradi? Mana bu teoremaning nomi Menelay deyiladi. Menelay teoremasi. Raimov bilarkan ana. 3 marta qaytarib yozibdi. Musoxon Turg'unov Menelay teoremasi. O'xshashlikmi? Ha, o'xshashlik. Menelay teoremasi. Bu Menelay teoremasi bo'ladi. Bu bizga nimaga kerak edi degan savol tug'iladi. Keling, men ortiqcha joylarda tushuntirgan joylarimda o'chirib tashay. Ha? O'sha eng kerakli joyi qolsin mana. Mana bu joyini olib tashayman. Chiroyli joyi qolsin. Mana. Ana. Oxirdagi tenglik Menelay teoremasi. Eslab qoldingiz-a tartibini? Buni bunga nisbati, buni bunga nisbati, hammasining ortgan bo'lagiga nisbati 1 ga teng bo'ladi doim. Bu sizga nima beradi? Bu sizga mana bu chiziqni ko'pincha biz mana bisektrisa deydi, mediana deb beradi masalada, lekin so'nggi paytlardagi sertifikat masalalarida bisektrisa ham emas, mediana ham emas. Bu shunaqa chiziq deb Lyuboy degan chiziqni berib yuryapti. Lyuboy degan chiziq. Ana shu chiziqni berib yuborgan paytda biz o'sha
almisoqdan qolgan, qadimdan qolgan bisektrisani topish, medianani topish va balandlikni topish formulasini bilamiz, xolos bo'ldi. Keyin nima qilish, bu chiziqni nomini aytmabsizlar-ku deb turaveramiz. Ana endi bu masalani o'zimizni mana bu masalamizga qo'llaymiz. Ketdik. Bu masalani qanday yechamiz? Ha, o'zimizni masalamizda. Yana bitta narsani aytib qo'yaylik-da mana buni. To'rtburchakni ko'rdik-a? To'rtburchakni. Yashilga bo'yalgan joyi to'rtburchakning yuzasining yarmi desam hamma ishonadi-ya? Yarmimi? Bunaqasiga yashilgan mana siyoh rangmi, bu ko'kmi, qaysi? Mana shu rangga bo'yalgan joyi ham to'rtburchakning yarmi, to'g'rimi? Bu ham yarmi, bu ham yarmi. Mana shu ikkita ma'lumot. Mendeley teoremasini bildingiz. To'rtburchakni bitta tomonda asos qilib turib, bunday uchburchak yasasak, xohlagan tomonda asos qilib bunday uchburchak yasasak, yuzaning yarmi bo'lishini bildingiz. Ana endi men masalani yechishni boshlayman. Ketdik. Bizning masalamiz mana bu kvadrat edi-ya. Mendeleyni yozaman. Mana bu a ning b ga nisbati, mana ko'paytirilgan 5 ning 5 ga nisbati mana bunaqasiga turibdi. Mendeleyni qarang, qanaqasiga qo'llayapman. Mana bunaqasiga qizil bilan ajratib qo'yay sizga ko'rinsin-da. Bunday turibdi mana. Ko'rdingizmi? Boyagi chiziq bunaqasiga turibdi. A ning b ga nisbati ko'paytirilgan 5 ning 5 ga nisbati ko'paytirilgan hammasi 10 ning ortgani 4 ga nisbati 1 ga teng. Mendeleyga ko'ra. 5 lar qisqardi, 4 tepaga ketdi, 10 pastga ketdi, qisqarib a taqsim b nimaga teng bo'ldi? A taqsim b 2 taqsim 5 ga teng bo'ldi. Mana, masalan, egini gd ga nisbati degan narsani topdik. Birinchi savol hal bo'ldi. 2 taqsim 5 bo'ldi. Endi mana bu yuzani topishim kerak. Keyin mana bu narsani aytdim-ku, yuzani yarmi bo'ladi dedim-ku. Kvadratni tomoni 10 ga teng deyapti, yuzasi nechaga teng? 100 ga teng. Og'izga ketsa ham bo'ladi. Demak, mana bu yashil bilan ko'k yuzaning yarmi, yuzning yarmi 50 ga teng, to'g'rimi? 50 ga teng bo'lsa, men qidirayotgan yuza s bo'lsa, mana bu joy nima bo'ladi endi? 50 minus s bo'ladi-da. To'g'rimi? 50 minus s. Ana endi uchburchakning asoslari qanaqa nisbatda bo'lsa, asoslar qanaqa nisbatda bo'lsa, yuzalar ham shu nisbatda bo'lardi, to'g'rimi? A taqsim b 2 taqsim 5 ga teng bo'lsa, 50 minus s ning s ga nisbati ham xuddi shu nisbatda. Bundan bitta proporsiya olsak, 2s teng 250 minus 5s, s teng 250 taqsim 7. Bo'ldi, masala hal mana. Agar men aytgan informatsiyalarni bilsangiz, mana yozishingizga qancha vaqt ketyapti? Mana yozishga 10 sekund ketadi. Hisob kitob ham 10 sekundda hal qildingiz.